I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday. Happy birthday, happy, happy birthday to you. I wish you happy, happy birthday. Happy. Assalomu alaykum. Go'zalbon opajonim, o'zingiz bo'lasizmi? Albatta. Yaxshimisiz opajon? Sog' salomatmisiz? Dadajoningiz omonmi? Bezovta qilib qo'ymadimi sizni? Yo'q. Bemalol. Rahmat. Ayni damda biz sizga xush kayfiyat tilagan holda kutilmagan tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Ushbu loyihani boshlovchisi bilan jonli muloqotda bo'lib turibsiz opajon. Ha. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat kattakon. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayzu barokatga, solih amallarga, go'zal sahifalarga ham boy bo'lmoqligining tilakdoshimiz. Rahmat, salomat bo'ling. Minnatdormiz. Qolaversa kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan ham sizni chin dildan tabriklaymiz. Yangi yil sizga yangi baxt, yangi omad, yangi quvonchlar olib kelsin ilohim opajon. Rahmat, salomat bo'ling sizlarga ham. Tashakkur, minnatdormiz. Mana shunday go'zal kunlar munosabati bilan bugun bizning loyihamizga sizga atalgan ajoyib tabriknomalar, dilnomalar yetib kelgan, albatta sizni tabriklash va xursand qilish uchun. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomani sizga kim yo'llayotgan bo'lishlari mumkin? Birozgina taxmin qilib ko'rasizmi opajon? Yaqinlar, qarindoshlarim. Taxminim kim bo'lishi mumkin? Yangam bo'lishlari mumkin, unutmayman. Yana? Adashmasam. Jiyanlarim, xolalarim, tog'alarim. Tog'ajonlaringizni ismlari? Hasan tog'am. Albatta, mashalloh, juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Qalbingiz sira ham adashmadi opajon. Ayni damda jamiki yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan sizni juda ham yaxshi ko'rishi, sizni dunyolarga ilishmaydigan dunyodagi eng go'zal, eng latofatli, eng oqko'ngil, mehribon inson mening jiyanim bo'ladilar deya ta'rif berdilar sizga. Ana shu mehribon tog'ajoningiz Hasanjon aka sizni tabriklamoqdalar. Rahmat kattakon, Alloh rozi bo'lsin. Hamdullarga hamrohlikda mehribon kelinoyjoningiz Umidaxon opajonimiz hamda barcha jiyanlaringiz, oila a'zolaringiz ham sizni muborakbod etib, ikki dunyo saodatini ham sizga tilab qolishibdi opajon. Rahmat, baraka topsinlar. 2026da kimni nima niyati bo'lsa, hamma niyatiga yetib yursin. Ilohim aytganingiz kelsin. Kelinoyimam, jiyanlarim ham baxtli bo'lsin. Putini bersin. Kim nima niyat qilgan bo'lsa, sizlarni ham niyatlaringga yetinglar, omadlaringni bersin. Tashakkur, rahmat kattakon opajon. Agarda birozgina qimmatli vaqtingizni olsak, ana shu mehribon tog'ajoningiz tomonidan yetib kelgan chiroyli tabrik maktublarini e'tiboringizga havola etsam maylimi? Bemalol. Rahmat kattakon, marhamat qabul qiling. Assalomu alaykum bag'rim bahori. Ko'ngli daryo, qalbi go'zal, oqila, saramjon sarishta, mehribon ona, suyukli yor, iymonli, e'tiqodli, sabrdan libos kiygan mehribon jiyanim. Seni bugungi Allohimizga banda, Habibimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyoming bilan chin qalbimda muborakbod etaman. Doim tanijoning sog', umring uzun, rizqingni Allohim ulug' qilsin. Bu shukrona kunlaring oilangga baraka, fayz, oilaviy baxt, shirin osuda hayot bilan kirib kelgan bo'lsin. Farzandlar tarbiyasi bilan oilangni shirin tashvishlari bilan hech qachon charchama. Robbim qilgan mehnatlaring ajrini o'zi berib, mana shunday go'zal kunlarni ko'proq hadya etsin. Farzandlaring, oila a'zolaring, yaqinlaring baxtiga doimo omon bo'lgan. Inshaalloh oila a'zolaring bilan birgalikda haj va umra safarlariga borib,
savob amallarga bekami ko'z erishishingni chin dildan tilab qolaman. Haloldan topganlaring doimo yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Farzandlaring iymonda, islomda bardavom bo'lsinlar. Mahshar kunida Qur'ondan toj kiydirguvchi, ihson qilguvchi, zakot berguvchi saxiy boylardan bo'lishsin. Payg'ambarimiz suygan bandalari qatorida bo'lgin. Biz seni hammamiz Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Sen juda ham dilga malham, mehribon insonsan. Jiyanim, shukrona kuning muborak bo'lsin. Duolarga ochib kaftlarni, senga tilab tillo taxtlarni, yaratgandan so'rab baxtlarni, bugungi kun sabab ko'ngling to'lsin. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Doimo nurlarga to'lsin yo'llaring, halolda rahmatlar tutsin qo'llaring. Doimo ehtiyot qilib o'zingni, eng yaxshi tilaklar seniki bo'lsin. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin deya mana shunday ajoyib tilaklarini siz tomon yo'llabdilar mehribon tog'ajoningiz hamda kelinoyijoningiz. Rahmat kattakon. Rahmat sizga ham. Shu o'rinda sizning ham tog'ajoningiz hamda kelinoyijoningiz uchun aytar so'zlaringiz bo'lsa yo'llab olishingiz mumkin. Marhamat, eshitamiz. Kelinoyim bilan taom eson-omon yursinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlarini, onalarni baxtlariga, farzandlarini baxtini ko'rish nasib qilsin ilohim. 2026 omad olib kelsin. Nima niyatlari bo'lsa niyatlariga yetib yursinlar. Mana shunaqa qarindoshchiligimiz uzilmasin. Bardavom bo'lsin hamisha mehr oqibatimiz. Kattakon rahmat tog'amga ham, kelinimga ham. Salomat bo'lsinlar, Alloh rozi. Ilohim. Rahmat, Ketakon opajon. Qimmatli vaqtingizni biz uchun ajratganingiz uchun sizga ham alohida rahmat deymiz. Yana bir bora tavallud ayyomlar qutlug' yoshlar muborak bo'lsin. Rahmat kattakon, sizlarga ham omad, ishlaringga rivoj tilayman. Minnatdormiz. Tashakkur, rahmat Ketakon. Minnatdormiz. Siz dunyodagi eng baxtli insonlardan biri siznikiki, mana shunday mehribonlaringiz, mehribon tog'ajoningiz hamda kelinoyijoningiz bor. Ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodatni tilab qolamiz. O'zingizni doimo ehtiyot qiling, salomat bo'ling opajon. Rahmat kattakon. Yangi yillaring bilan sizlarni ham yaxshi o'tkazinglar. Minnatdormiz. Rahmat Ketakon, sog' bo'ling, salomat bo'ling opajon. Salomat bo'ling, rahmat kattakon. Yaxshi o'tkazinglar. Siz ham yangi yilni yaxshi kayfiyatda yaqinlar davrasida o'tkazib oling, sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Didorga bir bahona, sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona, tavallud kuningiz muborak. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona.